Barыңарды бүгүнкү айыт майрамыңар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Барыңардын иштериңе ийгилик, кармаган оразаңар кабыл болсун. Айыл өкмөт тарапынан мына белек тарап келип мына биздин жаш мындар үчүн зордук алдын алуу үчүн мына күрөш өткүзүп жатабыз. Барыңарга тоолорубузду билдиребиз. Endi kelişi aylarga, endi kelişi kunlarga el, yurt, mahalla, köy, bala chaqamiz bilan tinch, omon, sihat, salomat, bag'ri butunlikda yetib kelishni barchamizga nasib bo'lsin. Barchalaringizning bayramingiz muborak bo'lsin. Allahu akbar. Hem depteşilerge start veririz. Belekte siz alın buna. Assalomu alaykum do'stlar. Mana yo'latasizlar bugun o'ta ayovay bir quvonchli kun, ayit bayram bo'lib o'tadi. Endi ayil hukumat tarafidan, davlat vakillari tarafidan uyushtirib katta ishlar bo'lib o'tadi. O'shundan baringlarni ayit bayrami bilan ikinci bo'lib qutlaqtayım. Bunday oyunlar uyushtirib, bu oyunlar uyushtirishdan maqsad bizni Suzoqdan ham Qirg'iz Respublikasiga, Qirg'izistonga, dunyoga chempionlar chiqsin deb shu ishlarni uyushtirib o'tadi. Rahmat malikalar, deputatlar mana. Shu ishlarni uyushtirganda bergi harakat bilan finansiy qo'llov ana uyushtirganda har yordam bergan Atabek Abdurasul Suzoq ayil kengashining razıçılılar. Rahmat. Hamut Aliyev Zuhuriddin. Gafuru Ulubek. Alın. Dadabay Farhat. Mamacan Hurşit. Zaydamı deyilip Sait'li davını tutsak koysak trenerdi. Size dostumuz Yusuf Abdullah'dan çok rahatsızlık bildirelim. Dostum. Var çok rahmet.